Xo'jayli tumanidagi Miztakxon yodgorlik majmuasida joylashgan Mazlumxon Suluv maqbarasi bu 12-14 asrlarga tegishli tarixiy obida. Bu maqbara me'moriy uslubi, simmetrik shakli va oq gil bilan qoplangan gumbazi bilan boshqa yodgorliklardan ajralib turadi. Aniq tarixi hozirgacha to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, mahalliy rivoyatlarga ko'ra, Mazlumxon Suluv qadimdagi aslzoda ayollardan biri bo'lgan. Uning iffati, oqiloligi va xalq bilan yaqinligi tufayli maqbarasi ehtirom bilan saqlanib kelinmoqda. Mazlumxon Suluv ismi ayniqsa ayollar va onalar tomonidan ehtirom bilan tilga olinadi. Maqbara o'rta asrlardagi mahalliy me'morchilikning antiqa namunalaridan sanaladi. Aniq loyihachi nomi ma'lum bo'lmasa-da, bu binodagi geometrik o'lchovlar va muvozanatli tarh xalq ustachiligining yuqori darajada ekanini ko'rsatadi. Mazlumxon Suluv maqbarasi faqat tarixiy yodgorlik emas, balki ziyoratxona va ibrat maskani hamdir. Har yili yuzlab ziyoratchilar bu yerga tashrif buyurib, hurmat ila duo qiladilar. Miztakxon majmuasining ajralmas qismi bo'lgan bu maqbara Qoraqalpog'iston zaminidagi qadimiy xotiralarni saqlab kelayotgan timsollardan biri sanaladi.